Suyin? Suyin kim ekan? Mening do'stim. Seni do'sting? Ha! Men biror boy oilani merosxo'rimikin deb o'ylabman. Bunday muhim marosimda hatto men bilan Jisaning ham sahnaga chiqishga haqqi yo'q. Shunchaki seni do'sting bo'lgani uchunmi? Sen rostdan ham bunga haqqing yo'q. Lekin agar Jisa chiqishni istasa, muammo yo'q. Jisa, borishni istaysanmi? Men bora olmayman. Bo'ldi qilvan Yuan. Safsatalaring jonga tegdi. Tianyue mehmonxonasining ochilish marosimi rasman boshlandi. Tasmani qirqish uchun Tianyue mehmonxonasining bosh direktorini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Yaxshi. Ziha, tezroq bor. Amakim tepada kutib turibdi. Qulay fursatni qo'ldan boy berma. Siz ikkovingiz qani men bilan yuringlar. Biz ham boramizmi? Biz uch og'aynimiz. Sizlar ham o'z oilalaringiz merosxo'risizlar. Kelajakda Jianchuandagi vaziyatni biz uch og'ayni boshqaramiz. Zo'r-ku. Zo'r. Kichik janobli, marhamat. Kichik janobjon, marhamat. Marhamat. Aftidan Zinchangni kelajagi mana shu uch iqtidorli yoshlar qo'lida qoladiganga o'xshaydi. Dada, tasmani qirqishga keldim. Tianyue mehmonxonasini menga topshirib xotirjam bo'laversangiz bo'ladi. Senga topshirib? Ablah! Ablah! Dada, nima qilyapsiz? Nima qilyapman? Nima qilib qo'yganingni yaxshilab o'ylab ko'r. Men hech nima qilmadim-ku. Hali ham tavba qilmayapsanmi? Mayli. Senda tavba qilishga imkon ham qolmadi. Buni keyin gaplashamiz. Tasmani qirqaylik. Nima qilyapsizlar? Liam aka, kichik janobli bizni birga tasma qirqishga taklif qilgandi-ku. Senlar kim bo'psanlarki tasma qirqish marosimida qatnashsanglar? Liam aka, bu gapingiz oshib tushdi. Meni dadam va Janluni dadasi pastda turishibdi axir. Mayli. Ehtimol men dadamning g'azabini keltiradigan biror ish qilib qo'ygandirman. Hozircha chidab turay. Ablah! Kim senga qimirla dedi? Dada, men Tianyue mehmonxonasining birinchi rahbariman. Men olmasam kim oladi? Hoy, Liam aka, Zihao biror xato qilgan bo'lsa ham keyinroq jazolayverasiz. Ochilish marosimidagi muhim ishni kechiktirmaylik. To'g'ri. Tasmani qirqadigan odamni kichik janobni shaxsan o'zi tayinlagan. Nima? Menmi? Mayli. Modomiki bu kichik janobning buyrug'i ekan, men hech nima deya olmayman. Endi esa kelinglar. Tianyue mehmonxonasining ochilish marosimida tasmani qirqish uchun kelgan bugungi maxfiy mehmonimizni qizg'in qarsaklar ila qarshi olamiz. U Suyin xonim. Nima? Bora qol. Bu kim? Hech qachon ko'rmaganmiz. Kim bu? Bilmadim. Ko'rmaganmiz.
xonim, marhamat. Rahmat. To'xtanglar. Dada, aqldan ozdingizmi? Meni o'rnimga tasma qirqishga uni nima haqqi bor? Albatta haqqi bor. Agar uni haqqi bo'lsa, menda yanada ko'proq haq bo'lish kerak emasmi? Sen kimsan o'zi? Suv xonim bilan o'zingni tenglashtirasan. Dada, men o'g'lingizman-ku. O'g'lim? Bugundan o'g'lim emassan. Men advokatga xabar berdim. Nomingga o'tkazilgan barcha mulkni qaytarib olaman. Merosxo'rlik huquqidan mahrum qilaman seni. Men Bu rost ekan. Sixao nomidagi barcha korxonalar nomi o'zgartirildi. O'zgartirilgandan keyingi ism Suin. bu bo'lishi mumkin emas. Janlo, Shaozo, tezroq dadalaringizga ayting, dadamdan men uchun shafqat so'rashsin, tezroq. Dada, ulardan iltimos qilishdan foyda yo'q. Chunki biz ularning nomidagi barcha mulkni tortib oldik. Shu bilan birga ularni merosxo'rlik maqomidan mahrum qildik. Nima? Dada, unday qila olmaysiz. Uchovimiz hozirgina kelishib olgandik. Kelajakda Tianbayni birgalikda boshqaramiz deb. Suin, sen aslida kimsan? Qanaqasiga bunday cheksiz qudratga ega bo'lding? Bilmayman. Men shunchaki Van akam aytgan ishni qildim xolos. Van Yuan? Tasmani qirqadigan odamni kichik janobni shaxsan o'zi tayinlagan. Nahotki senmiding?